Uning agar jarasharasi narxi 10 ming so'm ekan. 1 million so'mdan 1,5 million so'mgacha ekan. Mana mana shu yerda 3 ta xona bor ekan. PlayStation divanda o'tirib suhbat qilgani. Bu tomonda qaranglar, mashalloh do'stlar. Ya'ni mafiya o'ynagani. Ishlaydi, dor tepaga ishlaydi. Biz cho'qqiga chiqdik aka. Ancha munchasi bora olmaydigan joylarga borib kelyapmiz akalar. Ko'plik o'sha sumbularni orasidan do'stlar mana suv oqyapti. Eng qizig'i bor, bu ichimlik toza suv ekan. Va shabodan qarang, mashalloh do'stlar. Mana sizlarga. Chodakda osma ko'priklar nima bo'ldi do'stlar? Dam olish nechlik bo'lyapti? Qanaqa attraksionlar bor do'stlar? Assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan Oybek Qosimov. Bugungi videomizda do'stlar biz hozirgi paytda Namangan Chodakdamiz do'stlar. Osma ko'priklar nima bo'ldi? Hozir o'sha tomonga qarab o'tamiz do'stlar, ko'rib surishtiramiz do'stlar. Biz hozirgi paytda xudo xolasa mana sizlarga dachani obzor qilmoqchiman do'stlar. Abduvali akaning dachasi zo'r, komfortli dacha ekan do'stlar. Hozirgina mana shu yerda Eldorado uzam kelib dam olib ketgan ekan do'stlar. Ekranda ko'rayotgan bo'lsalaring kerak. Kim shu Eldorado o'zi taniydi do'stlar? Taniganlar do'stlar like qo'yib, kommentariyaga tanimni yozinglar. Xudo xolasa do'stlar, xonalar 1 million so'mdan 1,5 million so'mgacha ekan. Mana mana shu yerda 3 ta xona bor ekan. Bu ikkitani bitta qilsa ham bo'lar ekan. Biz ikkimiz mana unda qoldik do'stlar. Nariyada ham xonalar bor ekan. Hozir tuborka qilishyapti do'stlar. Hozir mana kiramiz. Bitta xonani sizlarga cho'tki qilib obzor qilib beraman. Tak, mana. Do'stlar, yangi remont qilingan qiziq tomoni kirishingizga hojatxona, dush bo'ladi. Hamma komforti bor ekan do'stlar. Mana, bismillah. Bu endi mana dush do'stlar. Hojatxona, dush. Qiziq tomoni issiq suv bor, sovuq suv bor do'stlar. Mana kirishlaringga katta o'sha dam oladigan o'rta jo'ralar bilan xonadigan xona 10 tomoni do'stlar 4 kishi. Bitta xonaga umumiy 8 kishi sig'ar ekan. 4 kishilik joy. Bunda ham shkaf bor do'stlar, konditsioner bor, televizor bor. Bashetda o'zida. Bitta mana oshxona, xolodilnik bor do'stlar, issiq suv, sovuq suv, idish, tovoqlar, gaz, endi propan do'stlar. Tepada vitishga ishqilib oshxonacha, mini oshxonacha bor. Konditsioner bor, общий. Menda do'stlar PlayStation bor edi. Hozir nari xonaga olib kirib ketishdi. Divanda dam olib o'tirish joyi. Imetda mana yana 4 kishilik yana joy. Bitta ham televizor bor ekan do'stlar. Hali общий mana 8 kishi shu dachaga sig'ar ekan. Endi ko'proq odam kelaman desa 5, 1, 2, 5, 10 kishi menda yotib qolsa ham bo'lar ekan. Manzarani qarang do'stlar. Mashalloh. Oh! Mazza qiladigan joy mana shu yer bo'ladi-da. Qaranglar. Soydi bo'ydi, dam olib, mazza qilib do'stlar. Qaranglar. Mana ham jujuqlarim bilan kelganman. Do'stlar. Like qo'yib, kommentariy yozib qo'yinglar. Sizlar ham kelishga niyat qildilarmi oilalarga do'stlar? Mana soydi bo'ydi do'stlar. Qiziq tomoni qozon bor do'stlar, ko'ra bor, shashlik qilib namogan. Pastda ham xonalar bor ekan do'stlar. Bu yana ham arzonroq xonalar ekan. Ratan stol stuldan do'stlar mana o'tirib, dam olib do'stlar. Bu yerda mana nima bo'lgan? Nima deydi haligi? Kachela bor ekan do'stlar. Kachelada o'tirib olib, mazzada do'stlar. Hali o'tirib olib, tabiatga qarab, prirodaga qarab, kitob o'qib, mazza qilib o'tiradigan joy do'stlar. Xo'p. Men dachani egasini telefon nomerini yozib ketaman do'stlar ekranga. Abduvali aka aytdi, Abduvali aka dedim 100-200 ming so'm o'tib berish xonasi bormi? Obunachi obunachilariga aytsam, "Ha bo'ldi aka, telefon qilishursin, bonus qilib beraman" dedi. Oyoq qo'ygan joydan mana qanday cho'tki ekan o'qib berishgan, chiq tepaga qo'rasizlar. Bu bitta xonasi. Keyin nariyoq tomonda do'stlar bilyard bor, nima bor? Tennis ham bor ekan. Qiziq tomoni mana shu yerda dam olayotganlarga bilyard ham, tennis ham tekin ekan. O atgan kiran. Hozir narigi dachani ko'ramiz. Aytmoqchi, stayanka bor. Do'stlar, sirazaligi mashinani chiqishda qatta hamma problema bo'lyapti. Mashinani qatga qo'yaman. Mashina nima qilaman? Yo'q, o'zlarining mana stayankasi bor. Ertalab Eldorlar shetda edi, ular ketishdi. Mana har xil Namangandan, haligida Samarqanddan ham bolalar, Buxorodan ham bolalar shetda edi do'stlar. Mana chiqishlaringda tomonda yo'l. Bu yerda mana Kosmos degan yozuv bor. Shu Kosmos yozuvida oldida Abduvali akaning dachasi do'stlar. Xo'p, eng qizi bor. Bu yerda mana avtomoyka bor ekan. Ya'ni sammoyka bor ekan.
bemalol mana hozir ana tochog'im ahvolini qaylar do'stlar. Endi biz yo'lda yuramiz-ku. Hozir shuni kirib men ham mo'ykani yoqib, uni yoqib ketar ekan. Ishqilib mo'yka ham bor ekan do'stlar. Ha, endi tashqarida alohida yana hojatxona bor, ichkarida ham hojatxona bor. Mana bu xonada ham ikkita xona bor ekan. Hozir buni ham ko'rsam, alohida kichkina xonani ham olsa bo'lar ekan. Ikkovini bitta qilib olsa ham bo'lar ekan, narigini o'zini ham olsa bo'lar ekan. Tak, hozir nariyada ko'ramiz. Mana 7-xona, 8-xona bor ekan, odam bor ekan, to'g'risi 8-10 kishi bemalol sig'oradi. Bu tepadan pastga yana 2 etajli ekan. Buni ham tualet, vanna, dush, hammom, hamma komforti bor ekan. Endi tepada hozir mana uborka qilyapti ishni. Qiziq tomoni yana 8-10 kishi sig'orar ekan do'stlar. Xo'p, bu mana 2-etajga hozir kiryapmiz. Tak. Uborka qilishyapti ekanmi? Mana do'stlar, hozir uborka qilishyapti ekan. Bu yerda necha kishi sig'adi Abduval aka? 10-15 odam joylashadi. 10-15 odam joylashadi do'stlar. Mana Haladenni, bu yerda ham konditsioner. Bu yerda ham alohida do'stlar o'zini dush, fengacha qo'yib bo'lgan. Mana dushivoy, fen. Bu yerda o'tirib PlayStation'ni endi do'stlar hammasiga qo'yilmayapti PlayStation, lekin PlayStation bor ekan. Hozir bitta PlayStation bor ekan, pastki xonada, qolgan xonaga ham qo'yib berishar ekan. Uborka qilishyapti. Mana bu yerda o'tirgan joy do'stlar. Uborka qilishyapti. Oshxonasi bor. Hatto mana ikkitadan xonasi bor. Endi hozir tezalashyapti. Hatto mana 4 kishilik. Har bitta xonada konditsioner bor do'stlar, veshilka konditsioner. 4 kishilik. Endi buni ham o'zini balkoni bo'lsa kerak. Hop, mana bu yerda ham 4 kishilik havoda mazzaligini qilarik. Nafas olib bo'lsa ham o'zi kayf ko'rasizlar, do'stlar. Mana ko'rasizlarmi? Pastdagi haligini ko'rsatgan xonam. Ya'ni tepada ham 2 etajlik alohida. Nariyada ham mana oila bor ekan, nariyada mana. Ishqilib akada bir 10 tacha xona bor ekan, do'stlar. Manzarani qaranglar. Mana. Endi menga xudo xolasa keyinchalik balkon, buni balkoniga qo'ygani katta xona ekan, do'stlar. Hammasi konditsioner. Mana do'stlar, endi bu ichki tomonni ko'rdik, o'sha 2 etajli. Pastda ham mana metda ham tapchan so'ri bor ekan, do'stlar. Bemalol tashqarida o'tirib, tepada ham xonalar bor ekan. Endi odam bor ekan, hozir ko'rsataman. Tashqarida umumanlik o'zini territoriyasi. Metda mana o'zini so'risi bor ekan, do'stlar. Akam aytayaptilar, hozir metda stashka qilib yozgi detskiy basen qo'yib qo'yamiz deydi. Ya'ni oilaviy kelib, masjidda o'zidan cho'milib ketsa ham bo'lar ekan, do'stlar. Endi u yerda odam bor ekan. Nimani bo'ydi, do'stlar. Yavaşça mazza ekan do'stlar mana. Daryoni bo'yida maza qilib do'stlar. Bunaqa tushunimiz. Do'stlar, hozir Abduval akamga aytsam, arzoni 500 ming so'm Abduval aka. 500 ming so'mdan boshlar ekan do'stlar xona. Bu yog'i 1,5 million so'mgacha ekan. Mana bu yerda ham do'stlar o'sha. Bu yerda endi bitta nimasi dushi bor ekan, hojatxonasi yo'q ekan pastlarda. Yo tashqi letniy kuxnya o'zini tapchan nimasi bor. Mana. Bat odam yo'qmi? Yo'q. Mana mana shu yerda obzor qiling do'stlar, mana xuddi narigi bilan bir xil ketar ekan. Necha kishi sig'adi bakka Abduval aka? 5-6 kishi. Bu 5-6 kishilik. Bitta kichkina mini oilani o'zingga do'stlar, yo o'rtalar bilan. Ratan stol so'ba tashqi o'tirgan, ovqat qilgan joy bor. Shashli, pashli ovqat bo'lgan, soyda bo'yda do'stlar o'tirib. Mana do'stlar, tashqarida metda o'tirib olib, salqinda maza qiladigan joy ekan o'g'li. Bu yerda mana qaranglar, uni ham hojatxonasi bormi yo'qmi? Yo, dushi bor. Ha, shu dushi bor do'stlar. Davoda dush qilib, yozgi kuni nima qilaman sizlar? Bu endi haligi minik mana garderobcha, mana dushi bor do'stlar, torat qilib nima qilgani. Xo'p. Mashinalar mana do'stlar har xil o'sha 500 ming so'mdan boshlab 1,5 million so'mgacha endi sezonga, kuniga qarab do'stlar. Vaqt soat kelsa mana shu yerda o'zi ham narx nima qilar ekan. Odam boshiga endi nima qiladi? Yana ham o'sha Abduval aka nima qilasizlar? O'ziga aloqa chiqarasiz do'stlar. Endi
Mazzaligini qarang. Mana dam olish zonasi do'stlar. Ve bekitib olsangiz ham bo'laveradi. O'zini endi bekitib olib, bemaloligi dam olib o'tirasizlar. Soydi bo'yida. Shunday territoriyani o'zi do'stlar, mana shu yerda mana bilyard, tennis stol, kinoteatr ham bor ekan do'stlar. Bu yerda hozir bolalar o'ynashayotgan bo'lsa kerak. Mana qani bilyardchi. Ishqilib bilyard bor ekan do'stlar. Bu ham bepul ekan. Shu yerda dam oluvchilar uchun do'stlar. Shu ikkita xona 10-11 shu bilyard ekan do'stlar. Bu yerda o'zlarining xonalari. Mana yerda do'stlar tennis. Tennisni stol ekan, maza qilib haligi o'ynaydigan tennis ekan do'stlar. Bu yerda kinoteatr. Bitti. Kalonka qo'yganmiz, qo'ymaganmiz. Mana do'stlar, qorong'i xonada proyektor bilan bu yerda o'tirib dam olib mana qizim ham yugurib keldi mana. Bular YouTube'da endi mana do'stlar. Ketdi. Do'stlar endi bag'rini ko'rsatolmaymiz, chunki mumkin emas avtor tushirishmasin do'stlar. Jigarlar mana. Assalomu alaykum. Endi taniganlar like qo'yib, hozir qochib ketayotgan ekan o'sha oldik. Qaqa chiqdilar endi tepaga chiqdilar. Ha biz cho'qqiga chiqdik aka. Ancha munchasi bora olmaydigan joylarga borib kelyapmiz akalar. Ko'prik rasvosi chiqdi. Yo'q. Ha? Nima qildilar endi? Biz anaqada yurdik. Nima? Uralda yurdik. Otmas, Ural. Ha, poyezd yo'lgacha chiqdik. Hali bormagandim, maza qilardim aka. Hozir sindoshlar o'rtalar bilan keldilar. Ha, kursdoshlarim bilan. Necha marta kelishingiz aka? Nega ko'p kelishim? Bu yilda o'zida ba'zi ikkinchisi hali sezon boshlangan yo'q, rasman. Sezon boshlandi ikkinchi. Ha, xudo xolsa, mana oyda ichib kelsam kerak aka. Akalar Chodakka kelganda asosiy vaqt aka dacha qidirishga o'tib ketadi-da. Ertalab kelsa, obedda dacha topadi yoki so'ri topadi. Ay so'ridan sal so'riga qo'shib yuborsangiz mana shunaqa bitta boshni oilaviy sharoitga bor. Yoqdimi aka sizga? Menga tushuyapti do'stlar. Bo'ldi. Men Elnorda reklamasida ko'rdim, qiziqdi do'stlar. Kelsam o'zi ham shetda ekan. Ko'rdim. Oilaviy keldik. Elnor mana o'rtalar bilan kelib dam olishda hozir shu mikrofonni nimadir qolib ketgan ekan, shuni olib ketgan paytda oldik. Nasib aka, nasib aka. Intervyular boryapmiz. Shu bolani taniganlar like qo'yib bosinglar do'stlar. Sog' bo'ling. Instagramda ham, YouTube'da ham nechta ism odam ko'rasiz? Nechta bor? Yo'q, Instagram, YouTube asosan aka. Sizlar hamma yoqda. Telegram, TikTok, Facebook. O'z ikkitasida yorib olyapsiz pullar. Eng ko'p pul topadigan blogerlar shu bo'ladi do'stlar. Sizdan keyin. Like qo'yib qo'llab-quvvatlaymiz. Elnorni kuzatayotganlar Abdushi padishga qo'rasiz do'stlar. Rahmat akalar. Kelishga arziydigan zo'r joy, tavsiya beramiz. Do'stlar mana lyuks xonasi do'stlar. Kirishlarga chap qo'lda dushlar. Vanna, tualet, dushi. Biz mashxonada qoldik do'stlar. Chap tomonda chiroyli kuxnya, xolodilnigi bilan gaz bor do'stlar. Suv sovusi bor. 10 qo'lda do'stlar. 4 kishilik joy do'stlar. Bundan tashqari mana PlayStation, divanda o'tirib suhbat qilgani. Bu tomonda qaranglar mashalloh do'stlar. Ya'ni mafiya o'ynagani, cash flow o'ynagan do'stlar. Bu yerda mana yana bitta alohida 4 kishilik xona. Eng qizi bor, bu yerda ham narigi xonada ham bu yerda konditsioner yo'q ekan, narigi xonada konditsioner bor, televizor ham bor do'stlar. Mana qaranglar. Zo'r a? Ko'rinish. Do'stlar, endi mana bu tomonda yana bitta alohida xona bor ekan. Bu yerda ham o'zini alohida, bu yerda mana tualet, dush bor ekan. Do'stlar, tualet, dush, bu yerda ham alohida plus bitta mana 5-6 kishi ham bemalol yotib qolsa ham bo'lar ekan. Mana bu yerda alohida joy qilingan ekan. Nimaga bu alohida joy qilingan desam, aytdiki, mabodo ayollar, erkaklar orqali o'tirish kerak joy bo'lib qolsa, masalan, kelinlar, qarindosh urug'larda kelib qolsa, bu yerda erkaklarga alohida joy qilsa bo'lar ekan, ayollarga alohida joy do'stlar. Videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like qo'yib qo'yishni esingizdan chiqmasin do'stlar. Yoqqan bo'lsa, yoqdi deb komment yozinglar. Ha, aytmoqchi. Shu yerda o'zining kolonkasi bor ekan. Bluetoothga ulab turib, rosa dang'irdan urmasa qilib
raqs quslar endi tapchani qilaman do'stlar. So'ri, va shabadani qilaman, mashalloh do'stlar. Mana sizlarga qilib. Donlar mana oldin mana shu yerda bunday bitta ko'prik bo'lardi bu tomonga. Bu yerdan tarzankalar bo'lardi. Bilmayman, o'sha kimdir o'tayotganda o'libdimi, sakrab yoribdimi, nimadirlar qilib yorgan ekan. Shu sababli Chodakdagi hamma ko'priklarda olib tashlashdi do'stlar. Endi litsenziya, ruxsatnoma nimadir berishsa, yana shu nimalar bo'lar ekan. Undan tashqari boshqa kachelilar tur bor. Do'stlar, qaysidir remont qilishyapti, qaysidir ishlashyapti. O tepada mana odamlar yurishdi. Rasmga tushib qilib fotozona qopti shu do'stlar. Endi kirish necha pulligini bilishga qilaytsam, remont ekan. Mana troslar hamma yo'q. Voy! Zo'r bitta biznes rasos chiqdi endi. Shu kimdir bitta odam o'lgandan keyin. Bo'ldi, shu bilan qaysidir joylarda qaysidir attraksionlar ishlayapti. No, eng asosiy shu Chodakda qiziq bo'lgan joyi osmon ko'priklar hech qaysi biri yo'q ekan do'stlar. Bu yerda ham ratan stol, alohida o'zini kachelasi bor. Mana do'stlar, ana природа, mana природа. Mashalloh. Do'stlar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yib, kommentariy kelinglar. Aytganimdek 500 ming so'mdan shovqinasa bo'lyapti. Joylar 500 ming so'mdan boshlab 1,5 million so'mgacha. Endi to'g'ri tushunsa kuniga qarab turib, lyuks xona yoki nariga 8 kilometr 15 kishilik xona shunisiga qarab turib, plus bundan tashqari bron qilsalar, ekranga bron qilsalar. Bu yerda Beeline ishlamas ekan, shuni ham hisobga qo'yinglar. Ucell bilan ishlayapti do'stlar, Uzmobile ishlayapti, lekin Beeline umuman ishlamayapti. Bu telefon haqiqatan вообще Beeline ishlamaydi do'stlar. O'shuning uchun shunga hisobga olasizlar, bemalol kelaverasizlar. Tepaga Chodakka chiqishda do'stlar sharshara bor ekan, ya'ni sun'iy qilingan sharshara. Tepada qo'lning tepada shishali rasmga tushgan fotozona bor ekan. Hozir so'radik, necha pul ekan desak, tepaga bitta odamga chiqish 10 ming so'm ekan. 10 ming so'mga chiqib tepadan tomosha qilib rasmga tushsalar bo'laveradi. Hozir biz endi nariyoq tomonga tepaga qarab chiqib ketyapmiz. Mana jigarlar, ya'ni onaning ko'z yoshlari degan joyga keldik. Mash tomon mana qo'lni ko'ryapsizlar, o'sha nimadan suv oqadi o'zi, nimani taydan, ya'ni devordan suv oqadi. Shuni hisobiga do'stlar, mana shu suvlardan do'stlar aynan shu baliqlar oziqlanar ekan do'stlar. Soyni bo'yida shuni nima qilyapsizlar do'stlar, mana odamlar ko'p kelishyapti. Endi tepaga bitta nimani yozib qo'yishibdi. Ya'ni latta boylama. Shirk deb do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Mana haqiqatan ham gohi insonlar kelib latta baylab ketishar ekan. Bu o'zi nima foydasi bormi yo'qmi, hozir sekin yaqinlashishga harakat qilamiz. Mana do'stlar, ya'ni o'sha sumbulani orasidan do'stlar mana suv oqyapti. Eng qizi bor, bu ichimlik toza suv ekan, ichish mumkin ekan, buloq suv ekan do'stlar. Tepadan oldingi payti shu odamlar kelib shu sumbulaga lattalar, nimadirlar bog'lab ketishgan ekan. Shuni latta boylamayman, mana sumbulani uzmayman deb iltimos deb yozib ketishgan ekan do'stlar. Endi bitta ko'rishga arziydi bo'lasizlar mana. Polni mana shu do'stlar sharshara. Odamlar rasmga tushyapti endi. Mana do'stlar, baliqlar, soy. Mana do'stlar, biz tepaga chiqib tushdik. Yo'llarda omali tiniq qilib asfalt qilib qo'yishdi. Oldin vashi shashvardi yo'l. Endi to'g'ri tushunasiz, baqa pul sarflangandan keyin, odam turizm ko'paygandan keyin chiroyli qilib, zo'r qilib nima asfalt qilib qo'yishdi. Faqat shu bitta nimasi, dam olish zonalar, joylar bor, juda ham ko'p. Hammasining narxi har xil, sharoit har xil bilmayman. Biz bitta dachada qoldik, o'sha qolgan dachamiz obzorni qilib beramiz. Yaxshi sharoit, zo'r dachada qolganmiz to'g'risi. Havo zo'r, tiniq, mazza.
Faqat shu ekstremal attraksionlar o'sha aytilgandek yo'q, no sharshara, yo'lda ham mana bir ikkita shishali sharsharalar bor ekan. O'sha yerda rasmga tushganda shu joylar chiqib qolibdi. No, bu yerda ham oldin ko'priklar bor edi, hammasi to'g'risi. Hozir esa hammasi yo'q ekan. Lekin borib iloji yo'q. Hech vaqo yo'q. Endi sezon kelgani ham yo'q hali. Shu bir ara sezon kelsa, odam uch ko'paysa, hamma attraksionlar ham ishlasa kerak. Gohi joylar ishlayapti. Kirish 10 ming so'mdan ekan.